Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligidagi delegatsiyaning Turkiya Respublikasiga safari ikki mamlakat o'rtasidagi strategik hamkorlikda yangi ufqlar ochdi. Safar doirasida Istanbul viloyati hokimi Davud Gul bilan o'tkazilgan uchrashuv mintaqalararo hamkorlikning mazmunan chuqurlashib, amaliy natijalarga yo'nalayotganligini namoyon etdi. Muloqot markazida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiya loyihalarini hududlar kesimida tizimli yo'lga qo'yish, sanoat, logistika, madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni mustahkamlash masalalari turdi. Tomonlar qardosh davlatlar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar endilikda to'g'ridan-to'g'ri hududiy sheriklik orqali yanada samarali tus olayotganligini alohida ta'kidladilar. Bunday yondashuv investitsiya oqimini faollashtirish, ilg'or texnologiyalarni jalb etish, ishlab chiqarish madaniyatini boyitish hamda kadrlar tayyorlashda yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Safarning eng muhim yo'nalishlaridan biri Istanbul shahrida o'tkazilgan yirik biznes forumi bilan bog'liq. Unda 120 dan ortiq turkiyalik tadbirkor, yirik kompaniyalar vakillari hamda Andijon viloyati delegatsiyasi ishtirok etdi. Forum O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish, hududlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni kengaytirish, eksportga yo'naltirilgan qo'shma loyihalarni amalga oshirishni maqsad qildi. Taqdimotlar jarayonida Andijon viloyatining sanoat, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, mebelsozlik hamda logistika sohalaridagi yuqori investitsiyaviy salohiyati namoyon etildi. Uchrashuvlar esa amaliy natijalar bilan yakunlandi. Sun'iy intellekt, sug'urta va qayta sug'urtalash, brokerligi, tibbiyot, ishlab chiqarish hamda xizmatlar sohalarida qator memorandumlar imzolanib, aniq kelishuvlarga erishildi. Muzokaralar natijasida ilk kunlardanoq umumiy qiymati 450 million AQSh dollariga teng bo'lgan yangi savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy kelishuvlar shakllandi. Ushbu natijalar yurtimiz tashqi siyosatining ochiqlik, ishonch va uzoq muddatli sheriklikka asoslangan yo'nalishini tasdiqlaydi. Safar doirasida Istanbul shahrida joylashgan Tuna Office kompaniyasi faoliyati bilan yaqindan tanishuv alohida ahamiyat kasb etdi. Ofis mebellari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ushbu yetakchi kompaniya bilan o'tkazilgan uchrashuv natijasida mebelsozlik sohasida qo'shma ishlab chiqarish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, tajriba almashish va dastlabki 50 million dollar investitsiya kiritish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Germaniya va Italiya texnologiyalari asosidagi mazkur ishlab chiqarish tajribasi Andijonda yangi sanoat quvvatlarini shakllantirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Istanbuldagi uchrashuv va muzokaralar O'zbekiston orqali Andijon viloyatining xalqaro iqtisodiy maydonda faol, ishonchli va istiqbolli sherik sifatidagi mavqeini yanada mustahkamladi. Ushbu safar hududlar o'rtasidagi hamkorlikni aniq iqtisodiy natijalar bosqichiga olib chiqqan muhim diplomatik qadam sifatida baholanmoqda.